Bismillahirrohmanirrohim. Al-kalamu alal harf. Harf to'g'risida so'z. Kullu ma fil lughatil arabiyyati minal hurufi la yatajawazu 80 harfan. Har bir arab lug'atidagi harflar 80 tadan o'tmaydi. Va tusamma hurufal ma'ani, ma'noga qo'yilgan harflar deb ismlanadi. Demak bu hijja harflar demaymizki, bu 29 ta bo'lgan, ular faqatgina harflarning alfavit ko'rinishdagi ismi. Bular esa 80 ta bir ma'noni ifoda qiladi, boshqa bir so'zga qo'shilgandagi harflar ekan. Va hiya khamsata aqsamin, u 5 qismdir. Uhadiyatun va suna'iyatun va sulasiyatun va rubaiyatun va humasiyatun. Birlik, ya'ni bitta harf bilan bo'lgan harflar, 2 harfliklari, 3 ta harfliklari, 4 ta harfliklari va 5 ta harfliklari. فمن الأحادية الحمزة والباء والتاء والسين والفاء والكاف واللام والواو. Birlik harflardan mana bunga o'xshagan asafara Ibrohimu, Ibrohim safar qildimi degandagi hamza, katabtu bi qalamika, qalaming bilan yozdim degandagi ba, xorajatil jariyatu va satarji'u, joriya chiqdi va tezda qaytdi degandagi xarajatdagi ta, dakhalal ulama'u fal umara'u, olimlar kirishdi, orqasidan amirlar degandagi fa, al ilmu kan nuri, ilm nur kabi degandagi kaf, al aqibatu lakum, oqibat sizlar uchun degandagi lom, tasuduna bil ilmi val adabi, ilm va odob bilan sayyid bo'lasiz, ya'ni ziyolik, mo'tabar bo'lasiz degandagi vov. Va minas sunaiyati iz, al, am, an, in, aw, bal, an, fi, qod, kay, la, lam, lan, law, ma, min, hal, ya. Nahvu ikkilik harflardan mana bunga o'xshash. Baynamal usru izil yusru, qiyinchilik bo'lib turgan paytida nogahon yengilchilik bo'ldi deganga o'xshagandagi iz, ar-rajulu aqwa minal mar'ati, erkak kuchliroq ayoldan degandagi min, aqoribun am ba'idum safaruka, yaqinmi uzoqmi seni safaring degandagi am, surruni anta uda qoriban, yaqinda qaytmoqliging meni xursand qiladi degandagi an, intarham turham, agar rahm qilsang rahm qilnasan degandagi in, safiril yawma aw gadan, bugun safar qil yoki ertaga degandagi aw, lam yazhab yusufu bal ibrohimu, yusuf ketmadi balki ibrohim ketdi degandagi bal, xaraja anil baladi, shahardan chiqdi degandagi an, fil baladi lususun, shaharda o'g'rilar degandagi fi, qod shahadtu ba'dahum, haqiq ularni ba'zisini ko'rdim degandagi qod, ixtaris kay taslama, ehtiyot bo'l salomat bo'lishliging uchun degandagi kay, lam axof, qo'rqmadim degandagi lam, vala axofu, qo'rqmayman degandagi la, valan axofa, hargiz qo'rqmayman degandagi lan ansofan nasu istarohal qozi, insonlar insof qilsa qozi rohatlanadi degandagi lav, ma ahmaltu, e'tiborsiz qoldirmadim degandagi ma, zahabtu minal madrasati ilal bayti, madrasadan uyga ketdim degandagi ilo, hal ja'al mi'adu ya aliyu, va'da qilingan vaqt keldimi ey Ali degandagi ya. Va minas sulasiyati idha, idan, ala, ila, anna, inna, thumma, rubba, sawfa, ala, layta, na'am, nahvu. Uchlik harflardan misol uchun zonantu g'oiban idha huwa hazirun, man uni yo'q deb o'ylabman, nogahon u hozir ekan. Idan tu'sira, unday bo'lsa boy bo'lasan. Javoban liman qola sa'aqtasidu, bu bir kishiki yaqinda men iqtisod qilaman deganda unga javob tariqasida aytilgan, unday bo'lsa boy bo'lasan degandagi izan. Ala inna asbabal ghina la kasirun, ogoh bo'ling, albatta boylikning sabablari ko'pdir degandagi ala. Santu ila jironi li'annahum mustahiqquna, qo'shnilarimga yaxshilik qildim chunki ular unga loyiqlar degandagi ila va li'annahumdagi anna.
inni ukrimul jara summal ba'ida, albatta men qo'shnini hurmat qilaman, so'ng uzoqdagi kishilarni degandagi innidagi inna, summa ba'idindagi summa, rubba sadaqatin qalilatin dafa'at sharran kasiran. Qancha ozgina sadaqalar bor, ko'p yomonliklarni qaytaradi degandagi rubba. Savfa taro, yaqinda ko'rasan degandagi savfa, alal bag'i tadurud davairu, zolimga boshiga musibatlar tushadi degandagi ala. Laytali qintoran minaz zahabi, koshki menga bir qintor tilla bo'lgan deydi degandagi layta. Naam javoban liman qala atunfiquhu fil khayri, bir kishi uni yaxshilikka sarf qilasanmi degan kishiga javob tariqasida aytilgan naam, ha degan so'z. Va minar ruboiyati izma illa amma imma hatta ka'anna la'alla nahu. To'rlik harflardan misol izma tata'allam tataqaddam, har vaqtki ta'lim olsang peshqadam bo'lasan. Kulli shay'in halikun illa wajha lahul hukmu va ilayhi turja'un. Har bir narsa halok bo'luvchidir, faqatgina Allohning zoti abadiy. Uning uchun hukm va unga sizlar qaytarilasizlar degandagi illo qassaral harisani ammal avvalu fatarakal baba va amma sani fanama. Ikki soqchi loqaydlik qildi, ammo avvalgisi bas eshikni tashlab ketib qoldi va ammo ikkinchisi uxlab qoldi degandagi ammo immolar. Yahzuru Sa'idun imma g'adan va imma ba'da g'adin. Sa'id keladi yoki ertaga yoki ertadan keyin degandagi immo. Qaydibal hujjaju hatta al-mushatu, hojilar kelishdi, hatto piyodalar ham degandagi hatta. Ka'annaka kunta ma'ana, go'yoki sen biz bilan bo'lgandek degandagi ka'anna. La'allal javva ya'tadilu, shoyatki havo mo'tadil bo'lsa. Va minal xumasiyati innama annama lakinna nahvu, beshlik harflardan innamo annamo lakinna mana bunga o'xshash. Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, albatta menga vahiy yuborildi, albatta sizlarning ilohlaringiz yagona ilohdir degandagi innamo annama. Yusuf g'aniyun valakinnahu bahilun, Yusuf boydir lekin u bahildir degandagi lakinna.